Tamoqlarning ichida eg'izga eng tetiydigan, cho'ng kichik hammalar yoqtirib yeydigan. Mushu gango qurish eng osonmiki deyman do'stlar. Mushu gango quramaydigan gumiylaringlar bo'lsa ayta qilib qo'yinglar. Bugun sizlarga o'zgacha bo'lgan gango qurishni o'rgatib qo'yay. Usul intayin oddiy. Avval kalgıç bulamdı, qo'ygich bulamdı videoda ko'rsatgan bo'yicha nefis to'g'rib olamiz. Buning o'zimiz yaxshi ko'radigan sayko'ktatlardan tayyorlab olsak bo'ldi. Eng muhimi, Sinjang samsaq son piyozni videoda ko'rsatgandek ushshaq to'g'rib olamiz. Uningdagi mening ishlatganim ajab boshqa xalq materiallarining aralashmasi tanlab turib iste'mol qilsanglar bo'ldi. Uningdagi tasraq pishadigan chechak say bilan qo'noqni bir qayntib etgandan mogolarni solamiz. Uning haqidan oson pishadigan shu dufu bilan silib 1-2 minut qayntib bilan elib olsak bo'ldi. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmag'anlar qo'shib olinglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Indidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Videoda ko'rsatgan bo'yicha go'shtni bir aqur qo'rib olgandan keyin Sinjang samsaq so'ng piyozlarni silib, undan keyin gango tetitqisidan bir bo'loq silib etamiz. Undan keyin tayyor pishirib olgan gango materiallarimizni silib, gango tetitqisining ta'mi ichiga singib kirguncha 1-2 minut qo'rib etamiz. Undan keyin ustiga oq kunjut sepib, chiroyli taqsimizga usib, mehmonning oldiga chiqsaq ham bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Qaynamni siz metib sinab yiqing. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.